شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun darsimizning 155 oyatga keldik, Sura Baqaradanki. Darsni boshlashdan ilgari oldingi oyatni bir eslasak. İlgirki ayette Allah subhanahu ve taala Allah yolda insan uçraydigan en yuqori eziyet, sınak, musibetni tilgab ötdi. O bolsumu insanınki Allah yolda şehit buluşu. Ve bu ne? Bu ne? Allah yolda şehit oluş ne? Hayatlık da tesrildi Allah subhanahu ve taala. O ölüş emez. Fakat bu hayatlıktan o hayatlıkka yötkülüş. Yani o xil şekilde insanın ihtiyacı en yüksek derecedeki, en yukarı dep qaraladigan musibet, imtihan, sınak ne? İlgirki ayette tilga ap bolgandan keyin endi bugungi dersimizde yani 155 ayette undan tön turadigan insan hayatıda uçraydigan türlük musibet, sınaklarını ve ondan qanday atlap ötüşni, bunundan atlap ötken iradilik, mustahkam, sabırchan musulmondanki Allah subhanahu ve taala'nın nazridagi derecesininki erişadigan mukofatning qanchalik bo'lganligini Allah subhanahu ve taala bu oyatda tilg'adi. Davotidu: "Wa lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat." Ve beşşiris sabirin. Bunun da islik yapılmaydı. Yani biz bir seferge çıkmakçı olsak, ya ki bir imtihan meydanına girmekçi olsak, imtihan sahibi ya ki bir seferge çıkmakçı aldı ki biz yol köşüdüğün yol başçı, sizin yolunuzda mandak yağlı var. Dikkat kılın. Bizge bir asker tişverse, idiye cihetin bir teyarlık oludu. Bizge uçurgan o işler iğir gelmeydi bizge. İmtihanның məzmunu mandak deb her halda məzmunun sualının aynısını üzünü depəmisimi ama şeklini, imtihanның uslubunu bir qurut dese bizning kallamızda ma'lum derecesi bir san buludu. İdiye cihetin tayyorlik qilimiz bizga uçurgan meseleler iğir. Çünkü biz bilimiz onun alaqı iğir kelmey. Çünkü onu bilimiz onun alaqı aldığımızda nimişlarning kildiganligini. Allah bizga bu ahvallarni oldin ala deb turadi. Davatıdır ki biz sizlarni ma'lum derecedeki korkunç, açlık, pul mallarının kemiyip ketişi, mesela iqtisadi cihette tüellep ketiş, bazı cihette canlarımızdan kazalığa uçuruşu, meyveçilerninki, yani bizge berilayotgan nimetlerninki azlap ketiş qatarlıq bu sınaqlar bilan sizni sınaymiz davatıdır. Xuddi bu ayet bugün günümüzde bizge düşkendekler. Bay yaşagandık. Bugün günde kembag'al bo'lib qoldik. Masalan, burun 10-15 a'zosi var ailenin az biz kuruşalaydigan etrafımızga qarasak ba adam ya 5 ya 6 bo'lmasa hammasi yo'q masalan. Nurg'un jonlarimiz eqib ketdi. Nurg'un mallarımızdan ayrıldık. Yurt makallarımızdan ayrıldık. Aramızda qarindoshlarımızın içinde iğir derecede boş iğir gelip qaqşavatqanlar var. Ama nim davatıdı? Ve beşşiris sabirin. Hoş xabar kim üçün davatıdı?
sabr qilganlar uchun. Xo'sh xabarni sabr qilganlarga biring da'vatidir. Allah subhanahu va taala insonning hayotida keladigan bu musibatlar, bu qiyinchiliklarni oldin ola bizga deb beryapti. Amaliyotda musibat degan bir atalg'ini ishlatamiz. Sinoq bu yomon emas. Sinoqning hammasi bir odamga nisbatan bir oqibati yomon chiqmaydi. Yomoni nima desam, mush sinoqda tushib ketish. O'tanmaslik mo yomon. Amaliyotda sinoq, imtihon hammasi bir qitimliq sinash. Hech kim imtihonni yomon demaydi. Faqat qaysi nuqtadan yomon bo'ladi desa, o'tanmay qolamanmi? Aşı nicatlıqqa, közlüge yerge baranmay qalamanmi? Ma noktadan yaman hesaplanadi. Bu noktadan hemme adam imtihan sınaqını qo'rqidi, vaysiraydi. Ama tirmishib, sabrchanlik bilan, chidamchanlik bilan birinchi darajani, birinchi numarni olgan odam imtihanda. İmtihan bunun nisbatan yaxshi. O'zining mushu imtihonga kirganligini xushal bo'ladi. Demak, ma oyatda da'vatidiki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ sizlarga bir imtihon qilamiz sizlarni da'vatidir. Bu imtihonda haqiqiy aqida, ideya, iymon qahramonlari o'tib chiqadi, tavlanib chiqadi. Buni biz ayirib chiqamiz da'vatidir. Endi bayatni bir qitim deb o'tdim. Ma oyatda tilga ilinayotgan imtihon sinoqlar ana yuksak, yuqori darajadagi imtihon sinoq emas. Ilgirki oyatdagi imtihon sinoq. En yuqori derecedeki imtihan sınaqı hesaplanıyordu. Onun da hayattan arıldı o adam. Ma dünyadaki hayattan ketidi, yani ölüdü. Ama şu ne? Allah subhanahu wa ta'ala şunda bir sınaq ki berdaşlık bəgelle, şu imtihandan ötkelle uddul yeni bir hayatlık erişid davatıdı. A sınaq, en yuqori derecedeki sınaq, onun bırıldığın mükafat, en yuqori derecedeki mükafat. Hem de bugünkü sınaqçı, onundan herhalde tüven sınaq. Çünkü bunun da insan dünyada hayatta qilib qoladi har holda. Qanchalik musibatlarga uchrasin, hayotda qilib qoladi. Ya'ni bu ilgirki oyat tilg'anilgan sinoqqa nisbatan bir muqaddima shakldagi sinoq. Buning bayatning yoqi eng yuqori darajalik sinoq, oddiy sinoq, muqaddim sinoq degan gaplarining hammasi insoniy idrokat doirasida deyilayotgan gap yani. İnsan bo'lish xususiyati bilan biz shuni tushunamiz hamda bizning nazarimizda bu. Yani bir xil xotirjam bo'lolmaslik nima bo'lib ketadi? Onda bo'lib ketadimi, bunda bo'lib ketadimi? Voy birimizning beshiga balo qazo kelib qoladimi? Masalan, turmush jihatda qiynalib qolish, ochliq degan shuning ifodasi. Yeydisi yo'q, shaydisi yo'q. Masalan, ancha-muncha jonlarimizning yiqilib ketishi, bu hodisalar va atrofimizdagi ishlar bilan o'zimizning eng suyimli kishilarimizni yo'qotamiz masalan. Erişidigan ahirki neticelerge erişemezlikimiz bizninki. Bularning hammasi bir imtihon sinoqlar. Bu bir jonga nisbatan tuan ishlar lekin. Qanday bo'lib ketsin bir odamning hayotining yo'qolishiga nisbatan bir tuan ish. Ya'ni hayotni yo'qotmasa qolgan ish tutib ketadi. Ammo ilgirki aytilgan hayotni yo'qotishga ulush. O en yuqori derecedeki sınaq. Bu ikki sınaq oxirdan kelyapti bu oyatlarda. Oyatda yuqori derecedeki sınaqni tilga olgan bo'lsa, bu oyatda onun keyingi derecedeki sınaqlarni qanday qilyapti tilga ilinyapti. Hamda amaliyotda bugungi oyatdagi sınaqqa duch keladigan inson imtihon qilinadigan, masalan, xotirjamlikning bo'lmasligi, qarindoshlarini, jonlarini yo'qotib qo'yish, o'zining sevganlarini yo'qotish, mol-mulklariningki ayrılıp ketişi mal-mülklerin. Bu işlerin hepsi ameliyatı insan yaxşı görüdüğü işler. Sınaq qanday yerdə keldi dese, insan yaxşı görüdüğün işlerden, yaxşı görüdüğün kişilerden, söygellerden ayrılışqa sabr qilish, özü yaxşı görmeydiğin, japa, mushaqqatlik ishlarni qilish to'g'ri kelib qolsa, bardoshlik qilib chidamchanlik bilan ularni qilish orqali an imtihon qiladi. Va shunda qila olsa imtihandan ötüde insan. Yani bu insanın üstüne çıkan vazife, yani teklifat deyimiz, ilahi vazife dairesindeki işler. Yani ayet-i tilgaylanılan tunci imtihan havf. Yani korkunuş deb tercüme kılımız, Arapçadan bir vaz tercüme kılsak. Yani havfsizlik insandaki.
Adamның xatirjam bo'lmasligi, insonning atrofida turli bir xil hodisalar yuz beradi. Bu hodisalar ya'ni musibat biz yaxshi ko'rmaydigan hodisalar har vaqt yuz berish ehtimoli bor. Birisi qatnash hodisasi yo'liqib qolish ehtimoli bor. Yana birisi dushmanlarining qo'liga tushib ketish ehtimoli bor. İnsan ashta holatga tushib qolgan vaqtida, ya'ni qo'rqinchga tushib qolgan vaqtida inson normal ishlamaydi. İnsan normal ishlamaydi degani bir mashina emas inson, ammo insonda har xil iqtidorlar, har xil a'zolar bo'ladi, har xil ishlar uchun ishlaydigan. Agar ko'ngling xotirjam bo'lmasa, seni qo'rqinch chirmib olgan bo'lsa, tamam, sening ro'ling to'liq joriy bo'lmaydi. Qilgan ishing ish bo'lmaydi, yegining yegan bo'lmaydi, singmaydi yegan narsang sana. O vaqt inson to'liq moslashib mahiyat bilan o'zining xizmatlari bilan to'liq moslashib ma'olmaydi u vaqtida. Ana mushakaga vaqt oyat bizni nimani istavotdi? Sening hayotdagi normal xizmatlarining normal davomlashishi uchun bu oldingdagi tusoqni, bu qo'rqinch to'sini bisib o'tishing kerak. Seni qo'rqitayotgan bu narsani ya yo'q qilishing kerak yoki qo'rqmaganda, qo'rqmay o'zingni bir xil davomli bizning shu Allohga tavakkul qilish, Alloh iroda qilgandan hech qanday musibatlarning insonga yetmaydiganligi, Allohning insonni himoya qiladiganligi din iborat bir aqidamiz va bizning mushunga tayanib turib atlab ketsa. Bu orqali ondan keyin sen normal xizmatga kirish alaysan hayotda. Allah bizden bunu talep kılıvatıdı. Ama o qo'rqinchga bo'ysunsan, u bo'lib ketami, bu bo'lib ketami, bunda bo'lib ketami, bizni paloniyaga yo'lga silib o'tami yoki tutib olami yoki bu solab salami. Agar buningga bo'ysunib qolsang, sen hayotingdagi boshqa qo'rqinchli ishlarga, hayotingdagi boshqa to'sqinliklarga taqabul turolmaysan. Chunki sening sisteming buzildi u vaqtida. Sening yaşam hareketin iztiraplaşıdı. Birisi bilan to'qinishidi. Buni qilg'inwa, qilinmaysa, uni qilg'inwa, qilinmaysa, cho'qim sening normal hayotga qaytishing uchun, o'zingning turmushining normal bo'lishi uchun, xizmatingning joyida bo'lishi uchun ruhiy jihatdagi muqimlikqa muhtojsan. Muqimlikqa muhtoj. Ammo u muqimlik ya saqlanadi, ya saqlanmaydi. Saqlay olasan, o'zingni normal hayot xizmatiga hozirlab, o'zingning xizmatini davom qila olgan bo'lsa, agar saqlay olmay shu qo'rqinchdan ichini kirib ketib qolsang, sizning xizmating normal bo'lmaydi. Sizning tafakkuring buziladi, butun ishlaring buziladi vaqtida. Allah bu oyatni nima deyotdi? Buni bir sinoq deyotdi. Buningdan o'tsan deyotdi. Buningdan atlab o't deyotdi. Bu orqali amaliyotda o'zimizga yordam qilgan bo'lamiz bu orqali. Sen o'zingga yordam qilgan bo'lsa, demek biz davomli qo'rqamsirab qolgan, o'zining xavfsizligidan ansirab qolgan, hayotga ishonch bilan boqolmayotgan qarindoshlarimizga nima deymiz? Amaliyotda bu qo'rqinchdan yengib chiqa oladigan birdan bir manba sen. Sen har qancha qo'rq yoki qo'rqma, sana bo'ladigan ish bo'laverdi. Bu nuqtani to'g'ri tushunishing kerak. Onda senin qilchiq tegishlik ishing nima bo'lsa, qo'lingdan kelishcha mushu xavfsizlikni, mushu beoromchilikni, mushu qo'rqinchni yo'q qiladigan ishlarni qo'lingdan kelishcha qilib qog'oshni Xudoga tashlashing kerak. Seni yaratquchi bir zot va uningga tashlashing kerak. Hargizmi bir ish kelishdan ilgari qo'rqinch yetsan olmaydi. Bu yerda bir inchki masaladan birisi bor. Amaliyotda o ishlar bo'lishi mumkin, biz qo'rqqan ishlar bo'lmasligi mumkin. Boğa vaqtimi qo'rqsak, tehe qo'rqib ulgurimiz tehe. Beşimiz keladigan musibat tehe kelgan vaqtda qo'rqsakmi ulgurimiz. Ammo biz qanday qilamiz desa, kelishdan ilgirla qo'rqib tayyorlanamiz. Yani oldin ola qo'rqashtiramiz amaliyotda. Bu bir ofat bizdeki. Yani musibatlar tushishdan ilgari musibatning ichida yashaydigan gap yani. Chunki kamigan qo'rqinchi, kamigan musibatdan oldin ola qo'rqish kamigan musibatga o'zini atqanlik qiladi amaliyotda u. Ya'ni agar biz vaqt kelganda qo'rqsak,
O musibet bizden 1 yılda ketişi mümkün, 6 ayda ketişi mümkün, 2 yılda ketişi mümkün. Ama kemestila 1 yıl burun, 2 yıl burun qoqultusak, bizden qoqulduğu vaktimiz uzun buludu. Demek üzümüzün musibetine katlam eşirip aldık degen gap yani. O musibet belki kemestligi mümkün. Şunu qanday qilmizdan davom etse, bizni yaratgan zatqa, bizga ishonch bergan zatqa, men bandamning qishdi degan zatqa, men bandamni qo'g'dayman degan zatqa tavakkul qilib, qo'rqinchini o'z yo'liga qo'yish kerak. Kelsin. Allohning taqdiridagi bo'ladi. Kelsi shu vaqtda yuzlanamiz unga. Ammo o'chaqcha bizning hayotimizdagi qiladigan xizmatlarimizni, turmushimizni normal davom qilamiz. Bu bizning Qur'onning bizdan kutgani, Qur'onning bizga o'rgatgani. Mushu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizdan talab qilgani bu. Biz oyatning ko'rsatmasi bo'yicha qo'rquvlarning ustidan g'olib kelib, qo'rqmay yashasak, Allohga tayanib yashasak, birisi hayotda o'zimizga bir eminlik hosil qilgan bo'lamiz yana. Qo'rqinchlik kelish. Chunki kemasligi mumkin o qo'rqincha, sen qo'rqincha. Ikkinchisi, biz mushu orqali qiyomatda sabirinlarninki, sabr qiluvchilarninki, mustahkam to'g'richilarninki, irodali kishilarning mukofotini olamiz bu. Bu ikki qo'sh foyda bu amaliyotda. Tabiiyki biz bu yo'lda mangduq. Musulmon bo'ldik. İman yolu mayli kim bo'lsin, o'limas olsun yoki g'ayri o'limas olsun, musulmon bo'lgan har odam bir da'vat ustida bo'lgan bo'ladi. O o'zining gap so'zi orqali, ish faoliyati orqali islomga boshqalarni da'vat qiladi. Az olsun ko'p bo'lsin. Tabiiyki bu da'vatninki dushmanlari bo'ladi. Bu da'vatninki bir imoniy tayyorlik bu buludu, tayyorlik buludu. Tayyorlik va düşman ba. Andagandan keyin tabii ki qo'rqinchi buludu. Çünkü düşmanlar jim turmaydi ular. Üzlüksiz bununla hiyli mikirlarni o'ylaydi, chor tadbirlarni o'ylaydi. Bizga har xil hujumlarni hozirlaydi. Buning o'zi bir sinoq. Bizga kelayotgani dal shu. Biz qo'rqayotgan, ama beshimizga tushmagan qo'rqayotgan nurg'un ishlar dal mush nuqtadan kelgan. Bu yerda Alloh subhanahu va taoloning mu'mindan mushxil ahvolga tushgan vaqtda umid qildigani nima desa, mushu qo'rqinchini yo'q qiladigan vositalarga aktivlikdan atlanish. Qo'rqib o'tmay, qo'rqinchlarni yo'qab ketmay, to'xtab turar. Beshimizga kelganni ko'ramiz degan shaklda hayotni davom qilish, da'vatni davom qilish, bu yo'lni davom qilish, bu davomni davom qilish. Agar mushu shaklda mu'min bitib keta olsa, bu sinoqni o'tgan bo'ladi. Bu oyatdagi Alloh subhanahu va taolo biz mu'minlarni, insonlarni sinaymiz degandiki, birinchi sinoq qo'rqinchi sinoq, ikkinchi sinoq al-ju'. Ya'ni ocharchilik. Ya'ni ocharchilik nima desa, odam hayotini saqlash uchun yemeklikka favqulodda ehtiyoj eshib ketish ocharchilik. Normalda tamoq kengri bo'lsa, yemeklik kengri bo'lsa, hech kimda ehtiyoj eshib ketmaydi. Hamma odam normal yemeklikni iste'mol qiladi, turmushini davom qiladi. Ammo kamlab ketgan tug'an vaqtida, ya'ni yo'q, deysan. Sening hayoting yemeklikka ehtiyoji bor. Sening yemeklik bo'lgan ehtiyojing havsing ko'paydi. Bu ocharchilik bo'ladi. Hamda inson mashinaga o'xshamaydigan bir taraf bor. Alloh subhanahu va taoloning inson qilgan ajoyib rahmatlarining birisi. Atrofimizdagi to'mi mashinalar bilasizlar, bular yiqilg'isi tugisa, shu hamon to'xtaydi. 1 minut mangmaydi, hatto 10 qadam mangmaydi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning insonni yaratishida, insonning yiqilg'isi tugisa, zapas shaklda qo'lni oladigan shaklda bir yaratgan. İnsan yegan narsa uningga bir go'sht shaklida, go'sht may shaklida badanda saqlanadi. Masalan, bugun bir vaqt tamoq yemedim, men yeyveraman. Hatto bir kun och qoldim, ya'ni aytsa davom qilaveraman. Ma'lum qusqam ochdi, ammo holsizlanishim mumkin, ammo hayotim to'xtamaydi. Mening hayot harakatim to'xtamaydi, chunki mening badanimda zapas uzuqlik bor. İnson bu xil shaklda yaratilgan.
may ne özge yakılga kılıdı. Mey tügüsü göçü açtı olap insan bir uzun mezgil yemeklik azlatsa insan uruklap bir tire bir süne kalıdı. Digini şu. En ahırda insanın zade uzuk yemeklik kemlep açarcılık bekeç ketken vaxtda insan en ahırda şu ülüşünün aldıda yüzünün uzukluğunu süngekten sömürüdü. Bu insanın yaratılmış şekli. Allah'ın rahmeti bu ameliyette. Hem insan her xil bedende her xil əzalar olurdu. Bu əzaların içindeki en asası reis əza insanın mıngısı. Mıngı hücrelerin içinde hayatlıklan bolsa insanın bütün əzası normal işleyir. Ama muşu hücre ülep kesse bütün nəsi tükeydi. Şuna alakı bazı biz doktorlarının ki nefes toxtab qaldı ve yürek toxtab qaldı deganlarga halqı tok birip ularni tok soqturash arqılıq yana yürəkə qaytadan əsliga keldi. O qaytadan nəfəsləndi deydigan bir gaplarni anglaymiz. Bazı operasiya qılıb atqan vaxtida yürəkini mujuş demdi, yasılaş demdi şu bir doktorlarning harakati bilan yani qaytadan bir bedenge hayatlık asli kildigan bir gaplarni anglaymiz. Ameliyatda bu vaqtida ming saqlan bo'lganlik uchun, mingning nervlarida hayat bo'lganlik uchun qolgan a'zolar normal ishlash ehtimoli normal bor. Qachon ming o'lsa qolgan o'ladigan gap. Endi insonning reis a'zosi ming dedik. Hayvonlarning reis a'zosi ming edi. Ammo o'simliklarga kelsak, o'simlikning reis a'zosi yıldızda. Mesela yupurmakka chiqadi. Yupurmak qana qiladi, quriydi. Mesela bir daraxtning qurish uchun avval yupurmak quriydi. Ondan keyin shox g'olla quriydi. Ondan keyin tüp en oxirida yıldız quriydi. Su kelmasa mesela. Agar yıldız qurishdan ilgari su kelib qolsa, qaytadan yashirib g'ollari asliga keladi, shoxlari asliga keladi, yupurmoqlari asliga keladi. Endi o'zimizning gapiga kelsak, munosabatli gapga, inson ashta yaratilgan bir maxluq. Inson uzuqliq iste'mol qilgan vaqtida insonning uzuqligi bedenda may shaklda, go'sht shaklda bu şekilde zapas saqlanadi. So'ngaklarda uzuqliq bo'ladi. Mine aşağılardan yani uzuqliq kemligan vaqtida, aşağıdan nima bo'ladi? Uzuqliq mine o'zini saqlanib tutib turadi, mine xizmat normal davom qiladi, inson hayotda qoladi. Bu Allah subhanahu va taoloninki insonga qaraymiz. Agar mashina, moto, masalan, atrofimizdagi mashinalarga o'xshash uzuqliq tugudimi, darhol turdiga sho'p qolsa, biz nurg'ullarimiz yo'lda qolib qaradigan, nurg'ullarimiz bag'ayan kelmaydigan ahvol bo'lishi mumkin. Yani demek bu yerda tushunishlik bir nokta ocharchilik Allah subhanahu va taolodan kelgan bir sinoq. Bu imtihon. Agar mushu imtihondan sog'lom o'ta olsak, ham buni nima uchun imtihon deymiz desa, bu yerda bir tushunishlik bir noktadan birisi var. Amaliyotda ocharchilik insonga dunyodagi inson rizq qirilgan har ne'matni go'zal ko'rsatadigan bir vosita. Masalan, men hayotimda och qolib boqmadim. Kunda oldimda batta polo va har xil noz ne'mat bo'lib qolsa, mening ko'zimga normal inson yeydigan narsalar oddiy tuyulib qoladi. Bara yaratma sulma texirmi yuqorini izdayman. Balkim haddimdan eshishim mumkin. Ammo odam och qolib boqsa, masalan, och qolsam, nim bo'lsa yeyman, quruq non bo'lsa yeydi. Hatto inson och qolgan vaqtda daraxtninki yupurmoqlarini yegan ahvollari bor. Bizning tarix atalarimizning tarixlarida ocharchilik bo'lgan mezgilda daraxtning yıldızlarini yeganlari bor. Har naslni hayvon yeydigan naslni yeganlari bor. İnsan och qolgan vaqtda, masalan, tuyuqsiz qattiq och qoldim bugun. Uyga kirsam hechnim yo'q. Bir qattiq non bo'lib qolsa, shuni choyga yoki suvga chilab bo'lsin yeyman. Yaratmaydigan bir non parchasi, men yaratmaydigan non parchasini och qolgan vaqti. Demak, ocharchilik insonga har turli yemekliklarni yegizdi.
Her türlü yemekliklerninki oturga kelishga sebep bo'ladi. Agar zodi insonning hech qaysi och qolmasa, insonlar nurg'un yemekliklarni tashlaydi. İşlemeyi ishlab chiqarmaydi. Chunki hech kim yemaydi uni vaqtda. Chunki hech kim och emas. Jamiyatda och qoldiganlar va to'q yuradiganlar va ochlar ima tamoqni yeydi, to'qlar ani yeydi. Bugun mau och qoladi, atsa och qoladi. Tamoqning har xillisi iste'mol qilish ehtiyoji tug'ilib, har xil tamoqlar hozirlanadi, har xil tamoqlar o'tirg'i chiqadigan gap. Boshqa bir gap bor, maqol tamsil gap. Ochib berilgan har qanday tamoq singishlik gap. Charchagan odamga berilgan har qanday ya rohat deydigan bir gap bor. Balkim arablarning maqol tamsillari bo'lsa kerak. İnsan qattiq charchagan vaqtda qattiq ya olsa-mu uxlayveradi. Biz poyezdlarda uzun 3-4 kunlik safarlarni qilib baqqan, urunduqsiz qolib qolgan vaqtida Allah u bir urunduq emas, bir to'g'li ya bo'lib qolsa ko'zga gul ko'rinadi, ya'ni charchab. Ayni oshnoga o'xshab bir masala endi. Demak, endi bu yerda ochliq siniqi bu oyatdagi bizga hayot kapolatini beradigan yemeklik zaruriyatiga qanaqa qilish, sabr qilish masalasi. Biz odatda yemeklikni hayotning harakatiga bir yiqilg'uch sifatida yeymiz. Huzurumlikmi yeymiz, ammo asosiy maqsad insan normal harakat qilsin uchun yeymiz. İnsan o'ziga hayotlik yiqilg'usiga kapolatlik qilish uchun uzuqlangan vaqtda amaliyat har qanday tamoq yeydi. Shuningcha Alloh subhanahu va taolo bu yerda bir ro'zada bir ibodatni bizga yilda bir qatim farz shaklda va boshqa vaqtlarda xohlagan shaklda, nafli shaklda yo'l qo'ygan. Nima desa, ocharchilikqa sabr qil. Chunki inson mu'min bo'libmi, soatlab tamoq yemaydigan bir hollarda majbur bo'lib qoladi Allohga. Soatlab, kunlab och qoladigan bir maydonlarga kelib qoladi. Agar bu ochliqqa sabr qilinmasa, ochliqqa mashqlanmagan bo'lsa, tabiiyki bo'shib tugishab ketadigan gap. Shuningcha Alloh subhanahu va taolo mu'minninki bu hayot maydonida puxta shaklda hozirlanishni istaydi. Mu'min qo'rqinchga duch kelib qoladi, tayyorlik qiladi, ocharchilikqa duch keladi, hayot uzuqidan o'ziga yetarlilikni oladi. Bu shaklda hayotga hozirlangan gap. Bir tog'da yashamoqchi bo'lgan odam tog'ning egiz past yerlarini bütün sharoitlarni biz yaşay oladi. Bu yer sharida yashayapmiz. Yer sharining hayoti shunda biz tushunganimizdek. Yer sharida biz qo'rqinchiga, bu dunyoda biz qo'rqinchiga duch kelamiz, ocharchilikqa duch kelamiz. Agar mushlarning hammasiga bizning idimizni tayyorlab qo'ymasa, bizda ma'lum darajada shularga nisbatan bir mashq qilinish bo'lmasa, biz hayotdan qaqshab qoladigan ahvolga duch kelib qolamiz. Bu vaqtda biz hayotga normal ko'z bilan qaray olmaymiz. Ba'zida umidsizlanib ketamiz, ba'zida haddimizdan oshimiz. Ya'ni biz mashqdan ko'nmagan bo'lg'achqa chiday olmaymiz anaslik. Haddimizni oshadigan gap. Masalan, shuningcha bizda insonning cho'ngaytirilmiş shakli bir jamiyat deymiz. Jamiyatlarga qarab baqsak, ba'zi jamiyatlar va iqtisodiy qiyinchiliklarni ko'tarib ketalaydi. Ya'ni taqobil tura oladi tijoratchilarga. Chunki u jamiyat shuningga odatlangan, mashqlangan. Ammo ba'zi jamiyatlar va azroq iqtisodiy qiyinchilik tug'ilib qolsa, bo'lolmaydi. Chunki uning odatlanmagan. Chunki ular tijab ko'nmagan iqtisod. Şuna biz deymizki, davamlı rahat, paragat yaşayan adam, meyli bexatarlik idisi, yoki uzuqluq meselesi de, davamlı rahat, paragat yaşayan adam, hayatida keladigan, duch keladigan ba'zi qiyinchiliklarni yengolmaydi. O'tuluq hozirlanmagan bo'ladi bu. Endi oyatdagi 3-chi sinoq, 3-chi imtihon, 3-chi musibat pul mollarninki kemlab ketishi. Tabiiyki bulupmanda bu yo'lda manga odam ko'p o'zining butun hayotini dunyolik uchun atayolmaydi. Bu yo'lning nurg'un talab qiladigan talablar bo'ladi. Boshqalar uchun xizmat qiladigan yerlar bo'ladi. Bu yo'lda mangan, bu da'vat yo'lda mangan, bu din yo'lda mangan odam o'zi uchun yashamaydi dinning talabi bo'yicha. Umumning xizmatini qiladigan ishlar bo'ladi. Boshqalar uchun xizmat qilish to'g'ri keladi. Ya'ni bir qarindoshning ishlarini hal qilish to'g'ri keladi. Tabiiyki
Bularning bu xil minish uslubi bilan, bu yashash uslubi bilan bularda ma'lum iqtisodiy kamchilik, iqtisod ozlik, boshqa millatlar qaragan vaqtida, yana bir qo'shnisi qaragan vaqtida buning pulusi aning pulusidan, uning dunyosi aning dunyosidan farqlanadigan bir holatlar bo'ladi, o'tirg'i chiqadi. Bu yo'lning dushmanlari bo'ladi. Dushman bizni aramida qo'ymaydi. Dushman bilan o'lishayotgan vaqtimizda o'zimizning hayotimizni qurbonlik beramiz, turmushimizni qurbonlik beramiz. Pul mal dunyo shu hayotda tirishgan vaqtda qimmat yaratgan vaqtda bo'ladigan narsa. Biz o'zimizning hayotini boshqa yerga bergan vaqtimizda, o'zimizning vaqtimizni boshqalarga sarf qilgan vaqtda tabiiyki bizda iqtisod, mal kamlash ahvollari yuz beradi. Düşmanlarga duch kelamiz, o'lib ketamiz, nurg'unlarimiz o'lib ketadi. Nurg'un oyatning oxirida deyilganday, bizning yaratayotgan qimmat, masalan, zavod qurgan bo'lsak, zavodimiz obdan mangmay, chunki bizning qilayotgan boshqa ishlarimiz bor, duch kelayotgan boshqa qiyinchiliklarimiz bor. Bularning hammasi bizga keladigan ishlar, bulardan og'rinmaslik kerak. Bularga sabr qilish kerak, bulardan atlab o'tish kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni bu shaklda hazırlayatdı. Eğer biz haqiqiy mu'min bo'lsak, agar biz Alloh subhanahu va taoloning ta'lim tarbiyasini qabul qilgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni har qanday qiyinchilikdan atlab o'talaydigan bir shaklda hazırlayatdı. Agar biz mushu hazırlashdan, mushu chiniqtirishdan, mushu imtihondan halqib o'taydigan vaqtimizda xo'sh xabar bizning. Chunki biz bütün qiyinchiliklarning hammasiga sabr qildik. Chididik. Qorqinchli kunlarni boshdan o'tkazdik. Dodlilik bilan o'tdik. Ocharchilikka duch keldik, o'tdik. Iqtisodiy kamchilikka duch keldik, o'tdik. Jonlarimiz yiqildi. Yana bundan atlab o'tdik. Bizning natijalarimiz, mevalarimiz, oladigan mevalarimiz, ya'ni bizning hosullarimiz kamladi. Bundan mı o'tdik? Şunlaşqa bizga agar mush imtihonni saq o'talasak, sog'lom o'talasak, utuqliq o'talasak, an bizga xo'sh xabar. İmtihanning qog'ozi shu vaqtda beriladi. Yani hayotga mustahkam yo'lga chiqish uchun, bu hayotda mustahkam yashash uchun, hayotga kuchli o'tirg'i chiqish uchun mu'min bu sinoqlarning hammasini o'tish kerak. Mu'min shuni bilish kerak bu yerda. Mush sinoqni o'tish uchun bu hayotninki o'tkinchi ekanligini bilish kerak. Buni atlab olmaydi hayot. Agar hayotni eng oxirgi narsa deb o'ylab qolgan vaqtimizda, bizning oxirgi nishonimiz mush hayot deb o'ylab qolgan vaqtda u ocharchilik bo'lmaydi, biz uni chiday olmaymiz. Chunki och o'lib ketsak qanday bo'ladi? Dunyoda yovamizsak ne deyamiz, shundami? U pul mollarimizning oz qolishiga biz bo'lolmaymiz u vaqtda. Chunki bu dunyo bizning barliqimiz. Agar biz ta'tir o'ylagan vaqt, ammo bu dunyoni o'tkinchi deb o'ylagan vaqtimizda, bu dunyodagi ocharchilik hech gap emas. Bu dunyodagi iqtisodiy jihatdagi ma'lum kamchilik, ma'lum darajada qiyinchilik hech gap emas. Chunki bizning oldimiz bizni kutayotgan boshqa bir dunyo bor. Atrofimizga jonlarimiz yiqilgan bo'lsa, suyumliklarimizdan, so'yganlarimizdan ayrilgan bo'lsak, hech qisi yo'q, ko'rishimiz. Bu yana bir hayotda biz barimiz uning qishqa. Bu dunyoda hosulimiz azib qolsa, inshaalloh yana bir hayotda olimiz deydigan ideal yashagan vaqtida buni o'taylik. Yani mu'min mush imtihondan uchun dunyoning o'tkinchi ekanligini qalbisiga kirish kerak. Buni bilish kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida va bashshiris sabirin mush ishlarning hammasidan halq o'tgan, bardoshlik bergan, imtihondan o'tganlarga xo'sh bishorat bering deganning oxirisida bu odamni nisbatlab, mush imtihondan o'tgan odamni hisoblab, nisbatlab allazina iza asqabatuhum musiba qalu inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Bu odamning bir sifati bor. Nima deydi? Bularga har qanday bir xafalık musibat yetsa, mush imtihonlar bularga duch kelsa, bular nima deydi? Bular o'zini tamoman Allohga topshirdi-ki, inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Dünya o'tkinchi dunyo deydi. O'tib ketimiz deydi ma. Inna lillahi va inna ilayhi raji'unning ma'nosi biz Alloh tarafidan kelayotgan, Alloh tarafidan kelayotgan bandalar biz. Alloh tarafiga ketyapmiz. Dunyo o'tkinchi.
bu xafılık ötkünçü, bu müşaqqat ötkünçü, bu açarçılık ötkünçü, bu korkunç ötkünçü. Biz ütüp ketimiz. Halkımız bunun üstünden galip gelimiz biz deydi. Bu bulanın pozisiyası olur deydi. Hayatın ağrınmaydı. Özrü duç kelgen narsadan ağrınmaydı. Bu müminlerin nimasi sübti. Müminlerin muşu yuqarqı imtihan sınaqlarını öteleydiganlarning sübti. Bu hayatga mandat köz bilan qaraydi bular. Bu ideya bilan baqadi bular. Bularning yana bir ideyasi var. Qur'on buni bizga bayon qilib davatidi. Sura Tavbaning 51-oyatida bularning shundoq bir qo'rqmasligi borki, la yusibana illa ma kataballohu lana. Bu bularning shuari. Şu Allah bizga taqdir qilgandan boshqa hech şey olmaydi. Hayotda qo'rqimsiz yashaydi bular hayotda. Shuning bilan ma hayotdagi to'zaliqlarni Alloh o'talaydi. Amaliyotda qarish tarafni eg'ir darajada qo'rqitadigan gap mavzu, oyat. Mu'minlar shu darajada xotirjamlikla yashaydi. Qarish tarafga bizga Alloh taqdir qilgandan boshqa hech şey olmaydi deb yashaydi, ammo qarish taraf unda o'ylamaydi. Buni bilan mu'min ideya jihatda, fikr jihatda avlodin kuchli qiladigan gap. Mush oyatda arab til nuqtasidan bir mulohiza qilsak, oyatdagi qul la yusibana illa ma kataballohu lana. Lana deb bir so'z bor oyatning o'zida. Ya'ni menga bizga degan ma'noda, bu bizga degan ma'noda. Arab tilida bizga degan gapni ikki xil ifodalagan bo'ladi. Birisi lana, yana birisi alayna. Oyatda lana deb ishlatdi. Arab til nuqtasidan lana mo bizga, alayna mo bizga, lekin farqi lana foyda, manfaat bu nuqtani o'z ichiga oladi. Alayna ziyonni, musibatni ifodalaydi. No'g'anda la yusibana illa ma kataballohu lana degan lana iborasi, lana so'zi mu'minlarning qaysi maydonni ifodalaydi? Alloh bizga yozgan, bizga putgan, bizning bechimizga kelgan har qanday ish bizning manfaatimiz uchun. Buni mu'minlar bu xil ideya bilan qabul qiladi. Bu xil ideya bilan undan keyin bu imtihon sinoqdan qanday qiladi? Atlaydi. Demak, mu'min har qanday musibatni yaxshilik keldi deb qarab turib qanday qiladi? Qabul qiladi. Uni qarshilaydi. Ya'ni bu nuqtadan mu'min o'zini mush shaklda, haqiqiy shaklda mush yuqoridagi imtihon sinoq bizga berilgan. Mush bo'yicha bir baholash kerak o'zini. Ya'ni Allohning ustida menga beradigan haq bormi deb. Allohning hech kimga ado qilish tegishlik majburiyati yo'q Allohning. Amaliyotda biz Allohning bandasi. Allohning quli biz. Allohning ustida menga berishga tegishlik hech haqqim yo'q. Buni tushunish kerak. Alloh nima ish qilsa, yaxshilik bersa-mi, yomonlik bersa-mi, o'z mulkiga beradi. Men Allohning mulki. Allohning mulki biz. Agar zodi yo'q, men unda menga musibat kelsa olmaydi, bunday imtihon sinoq kelsa olmaydi desa, tamam. O'z oldiga qaytolsin musibat. Musibat kelmay yashsin. Lekin dunyoda unda qilinmaydi hech kim. Musibatlarga uchramay yashamaydi hech kim. Men bugun o'lib ketmayman deyamaydi hech kim. Men bugun qatnash hodisasiga uchramayman deyamaydi hech kim. Demak, bu yerda inson o'zining idrokati, insonning xohishidan sirt, insonning irodasidan sirt bo'ladigan bir ishlar bor. U o'smi nima desa, Alloh subhanahu va taoloning o'z mulkida xohlagan tasarrufot qilishi, xohlagan ishni qilishi. Endi biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan qanday qabul qilamiz desa, biz Allohning mulki. Hech kim o'z mulkiga yomonlikni o'ylamaydi. O'z mulkini hech kim qanday qilmaydi, buzmaydi. Ya'ni biz o'zimizni Allohning mulki deb turib pozitsiyamizni bildiramizki, bayatni o'qigan oyat shu: Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Allohning mulki. Biz Alloh tarafiga qaytamiz. Bu orqali biz o'zimizni Allohga mulk deb hisoblaymiz. Allohning bizda qilgan har qanday ishini, bizga kelgan har qanday bir musibatni normal qabul qilamiz. Masalan, valillahi masalul a'la.
İnsanlarning ichida o'z mulkini qalaymaqan buzgan, o'z mulkiga ziyon solgan insonni ko'rib baqdiqmi atrofimizda? Yo, qat'iy ko'rmaymiz. Bu inson chaqida o'z mulkini buzmagan yerda Hakim, Alim, Xabir bo'lgan Alloh, Xoliq o'z mulkini buzutama, o'z mulkiga ziyon solama, unda olmaydi. Har qanday inson normalda o'zining mulkini isloh qiladigan, yaxshilik qilgan ishlarni qiladi. Tabiiyki, Xoliq. Tabiiyki biz bu yerda o'xshatmoqchi emas. Ammo bir oddiy inson o'z mulkini buzmagan, o'z mulkini davomli yaxshilikni o'ylab ish qiladigan yerda Hakim bo'lgan, hikmatlan ish qiladigan zot bo'lgan Alloh cho'qim ashta qiladi. Garchi biz yuz berayotgan ba'zi ishlarni ko'nglimizga ziyonliqdek, bir xil qarmoqqa zararlikdek, biz yaxshi ko'rmaydigandek tuyulganlar, amaliyotda bo'lgan ishlarning hammasi bizning manfaatimiz uchun. Buni bu shaklda qabul qilishimiz kerak. Bu shaklda qabul qilgan vaqtda bizning hayotimiz go'zal bo'ladi. Biz ma hayotda hech nimadan og'rinmaymiz u vaqtida. Xizmatimiz davom qiladi, ruhimiz tushmaydi, chekinmaymiz, davomli umid ko'zi bilan oldimizga qaratmaymiz. Bu bir najotlikning asosiy omillaridan birisi. Hattoki masalan dunyoda bir og'ir musibat masalan haqsiz deyli ma'qul. Dunyoda haqsiz bir musibat bizga tushib qoldi. Bunun oxirisi dunyoda chiqmay qolib qoldi masalan. Bunun hech bir bizga foydasi bo'lgan kelmadi. Aqallisi bizning inna lillahi va inna ilayhi rojiun degan rozimanligimiz sababidan qiyomat kunisi zulm qilinganligimizning savobini olamiz. Chunki biz mu'min bu sifatimiz bilan hayotni bu deb qaramaymiz. Buningdan cho'ng bir hayot. Bu degan o'tkinchi bir narsa. Ondan başqa bu haqda biz deydigan, yəni Allahumma ajirni fi musibati va akhlif li khayran minha. Müstəbir dualarımızdan birisi var. Yəni müstəbir musibətlər gəlib qalğan vaxtda, ey Allah, mənim musibətimdə mənə əcr bəslə. Yüz bəgən işlərdə onundan yaxşısını mənə bəslə deyə musibət yüz bəgən vaxtda bunu deyimiz. Müjdan münasibətlik bir qıssa var. Ummu Salama radiyallahu anhanın yeri Ebu Salama obatlab getdi. Endi obatlab ketgan vaqtda sal bir aram bo'ladigan bir ishlar var shu yerda. Tabiiyki, obatlab ketsa ham bir aram bo'ladi, ammo undan tashqari ham bir aram bo'ladigan bir ishlar var. Ummu Salama radiyallahu anha favqulodda bir aram bo'ldi endi buningga. Ya'ni bir aram, ya'ni deymiz endi ba'zi ishlar hadini eshib ketgandek bir xil bak bir tug'ishib ketdi deymizmi endi biz. Shuna bir ahvollar bo'lgan. Shuni bilan Ummu Salama radiyallahu anhaga mana bir gaplar bo'lindi. Rasululloh bizga bu xil sening qiq tutgan pozitsiyani o'rgatmadi. Biz musibatlarga bunday pozitsiya tutmaydik degan vaqtda Ummu Salama radiyallahu anha so'radi, Rasululloh nima qanday o'rgatgan sizlarga? Dediki, Rasululloh bizga mana musibatlarga kelib qolgan vaqtida inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyishni o'rgatdi. Allohumma ajirni fi musibati va akhlif li khayran minha. Biz Allohdan kelgan mahluqlar, bandalarmiz. Biz Allohning mulki. Her iş olsa Allah tarafından buludu. Biz ahirette Allah tarafına qaytamiz. Ey Allah, mening mushu musibatimda, mushu xafaligimda menga ajri bəslə, menga bundan yaxşısını bəslə deb duo o'rgatgan degandan keyin shunda depadi hamda Ummu Salama radhiyallohu anha. Bu gap Ummu Salama radhiyallohu anha qabul qildi degan gapda. Ummu Salama radhiyallohu anhaning iddati tugagandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga söz qo'yib berdi. Ya'ni men bilan to'y qilamiz degandek. Shuni bilan boshqalar shu vaqtida so'radiki, Abi Salamadan yaxshisi tepildimi, tepilmadimi degan vaqtda Ummu Salama radhiyallohu anha qat'iy bunda bo'lishni o'ylamagandim degan. Bunda bular deb o'ylamagandim. Ya'ni bir yomonlikning keyinida bir yaxshilik bo'ladi. Biz bugun og'ir darajada bir musibat kuchirgan bo'lsak, atsi cho'qim bizni kutib turayotgan bir yaxshilik bo'ladi. Biz bugun nəhayət ağır musibət deb qaragan bir iş əməliyyatı bizə faydalı qilishi mumkin. Bu yerda nurg'un mushaqda har ishda bir hikmat va haqida kishilarning ig'izda kuchib turadigan har xil ibratlik hikoyalar, ibratlik voqealiklar bo'ladi. Endi mashtab pozitsiya tutgan kishilarningki yuqoridagi oyati degandek
Musibetlerge muşu yukarıdaki közülen qaragan kişilerinin akıbeti erişidigini nim buludu dese Allah subhanahu wa ta'ala 157. ayette bunun cevabı ne oldu? Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. Bula Rabbinin mağfireti ve rahmeti girişli adamlar bula. Bula doğru yol topqa adamlar. Muşlar yolunun ayağı mağalaydı, nişanı yitelaydı deydi. Qaranglar buni. Allah subhanahu wa ta'ala yuqorqidek bizni mashqlandirib baradigan g'oya nima? Da'vatni ko'tarish uchun mashqlantiryapti bizni. Allah subhanahu wa ta'alaning bu dunyodagi manhajini, yo'lini qo'g'dash uchun nachar yomon kishilarningki hukmronligini yo'q qilish uchun bizni mushkil shaklda tarbiyalayapti. Bu g'oya, bu bir nishon. Yani biz qilmoqchi bo'lgan ish. Bizni ashta qilinglar deyish orqali bizni shu yerga qilmoqchi. Ammo yana bu mu eng oxirgi nishon emas. Bu dunyoda qiladigan ishlarimiz hamda bu. Ammo eng oxirgi nishon nima desa, biz bu orqali Allohning rahmati, mag'firati, barakatiga erishamiz oxiratda. Ajoyib katta ajr. Tabiiyki dunyoda qiladigan ishlarimiz orqali, mu'min shu orqali yetilish orqali shu xil xarakterini o'zi yetildirib, dunyoda barliq keltiradigan bir vaziyat bo'ladi. Bir ishlar bo'ladi qiladigan. Ammo bundan boshqa bu xil terbiyelenishninki, bu xil musibetlarga taqobil turish, bu xil pozitsiya tutishning endi natijasi eng oxirida qiyomat kunisi Allohning rahmati barakatiga erishish. Demak, bizning qilayotgan bütün imoniy ishlarimiz, bütün ishlarimizning hammasidagi eng oxirgi natija Alloh subhanahu va taoloning rizoligi, Alloh subhanahu va taoloning rahmati. Şuna Sayyid Qutb rahimahullahning bir qiz gapi bor. Sayyid Qutb rahimahullah deydi, sen qanchalik ish qilib ket, bir din davlat qurib ket, cho'ng da'vatlarni qilib ket, qanchalik cho'ng ishlarni qilib ket, valo zodi saf aqidani, Qur'on aqidani zimini taqib o'tgan bo'l, ammo Allohning rahmati, Allohning salomi, Allohning mag'firatini esingdan chiqarma. Voy çoğun, ya, bütün işlerinin en ahırkı bizden erişidiğen nersimiz şu. Şu esingden çıkıp kalsın ama büyük işlerinin neticesi olmaya kalıyordu. Demek, kıvatkan bütün işlerinin hemmisinin en ahırkı neticesi, hatta velev bizden kıvatkan işlerimiz şu en pezilerlik işler olgan takdirde mi, en ahırkı bizden köleydiğimiz Allah'ın mağfireti, Allah'ın bereketi buluş gerek. Ondan başka işlerinin hemmisi vasıta. Bizden bu yolda kılgan mücadelelerimiz, bu dava yolunda mangan menişlerimiz hemmisi tuluk en ahırkı nişanda Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki rahmete girişi. Şoňaşka men Allah'ı körüstüp ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Rabbinin rahmeti, mağfiretiga şu adamlarga boludu ve ulaike humul muhtedun. An ayette bir Çöndürüşkü bir söz var, Arapça söz, yani salavat da bir söz var. Biz bu gapni çok anlayımız, azalarımızda, tekbirlerimizde hayya ala salat sözdür var. Allahümme salli ala ve salatu ve salamu ala Resulullah dediğen bizim dualarımız var. Salavat Arap tilde asli lügat manası dua degen manada, ama qartilmisiga qarab turib bunun nimeler oludu, manasida özgürüş oludu. Mesela bizden peygamberler yollansa durut salamla oludu. Durut salamla oludu. Malaikillerden yollansa mağfiret talep kılış oludu. Müminlerden başka manası dua oludu. Başkaları manası. Allah terpidin, Allah tin salat ibaresi söylen kelse bu rahmet, bereket, mağfiret oludu. Muşuşu. Şoňaşka biz Allahümme salli ala Muhammed dep dua kılımız. Peygamber aleyhi salatu ve salam deyimiz. Mesela salatu ve salam deyimiz. Resulullah'a nimi yollayımız. Rahmet, bereketlen dua kılımız Resulullah'a. Çünkü Resulullah kançılık urunğu erişse, şu duayımız arqılıq, mesela kançılık derecesi kütürülse, bu bizge payda. Yani bizning derecemizden gidiyor. Çünkü o bizning peygamber kıyamet günüsü bizge şafaat kıldığını şu oludu. Hem de ayetinin ahırda ulaike humul muhtedun degeni bu davanın ahırına çıktığı Allah şu degen gap yani. Doğru yolda mangan degeni nişanına qarab doğru ilgirligenler şu.
nişanı, gayesiga yetadiganlar şu. Tabii ki dünyadaki nurg'un ishlar sababga munosabatli. Allah sabab bilan yaratdi qonun. Tabii ki sababning ustundami Allohning kuchi va ammo insonlarning normal hayotida nurg'un sabab bog'liqlik, sababning ustundami yuqorqi aziyatlarga, musibatlarga, yuqorqidek pozitsiya bilan, yuqorqidek ideya bilan qahramonlarcha, botirlarcha manganlar oxiriga chiqadi, nijot topadi, o'zining nishoniga yetadi oxirgi. Şunun bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. İnşallah keyingi soat darsimizni davomlashtiramiz va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.